Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Mana bugun biza birinchi marta chiqishim, anchadan beri bozorga chiqmadim. Boshimizga ozgina ishlar tushib qoldi. Opamiz bor edi, rahmatli bo'ldilar. O'shalar bilan bo'lib ancha qiynalib ozgina sotganlar uchun biza qaradik borib. Oxiri bo'lmadi. Shu bilan Xudo rahmatli bo'ldilar. O'shanga yuragimga hali hech nima siqqani yo'q. To'g'risini o'lim haq ekan baribir ham. Bu hamma narsa qolib ketadigan narsalar ekan. O'rtoqlar, odam eng muhimi sog'liq ekan. Agar sog'lig'ingiz bo'lmasa, hech nima pul, mol, dunyo ham ko'rinmas ekanda. O'sha uchun mana shunaqa bo'lib, siqilib qo'lim ishga bormadi. Odamlarga gapirsang ishonmaydi. Mayli, hammani boshida bor bu narsa bor-ku. Odam ertaga nima bo'lishini bilmas ekanda. Hali ular yoshdilar opamlar. O'shanga ozgina siqildim. Rostni aytsam, ozban ketdim. O'shanga aytamanki, sizlarga o'rtoqlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Xafa bo'lmanglar. Sog'lig'inglarni o'ylanglar. Hamma narsa qolib ketadigan narsa ekan. O'sha uchun har narsaga diqqatinglarni oshirmanglar. Xafa bo'lmasdan yuringlar. Bu 5 kunlik dunyo ekan. Baribir ham hech bola olib keta olmas ekanmiz bu dunyodan. O'rtoqlar. O'sha uchun to'g'ri tushunasizlar deb o'ylayman. Mana shu kundan beri men hali o'zimga kela olmayapman. Shokda yuribman. Hali ham shok sostoyaniyada yuribman-da. Lekin rahmatli yumshoqqina ayol edilar. O'zimizni kelin tushgan joylariga olib keldik. O'zlari uzoqda turardilar, bu yerda oblastda. Baribir o'zimiz qaynana-qaynatalarni oldiga olib keldik. Endi turpoqlari oltindan bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin, dunyosini bersin. Bu Xudoning ishlari, boshqa qo'limizdan keladigan bitta kalima Qur'on o'qisak, shu faqat ularga boshqa narsa kerak emas. Shu o'rtoqlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog' salomat yuringlar. Yaxshilikda uchrashguncha sog' salomat, eson-omon yuringlar. Bolalaringlarni baxtiga sog' salomat yuringlar, o'rtoqlar.